Mana yaqinda qishda sovuq bo'ldi. So'qatmagan odam qolmadi. So'qatdik, his qildik, lekin kim dadasiga bitta issiq, yaxshi paypoq kiygizib qo'yadi? Yo'q desa yo'q emasda. Qarang, yo'q desa yo'q emasda. Bozorga borib, otam uchun deb eng zo'rini tanlab, bo'laveradi demasdan, eng yaxshisini, eng zo'ri, eng issig'ini tanlab olib kelib, dada, ha o'g'lim, oyog'i so'qatgandir deb kiyib yurgan paypoqlarni yechib kiygizib qo'yaldikmi? Qarang, kiygizib qo'yaldik. Kiygizganimizda-chi? Tosh qalb ota bo'lsin, ko'zidan yosh keladi-da. Tosh qalb odam bo'lsin, qalbi eriydi, bolam ekanda so'qatib meni ham o'yladi deydi. Lekin kiygizgan bizmi, kiygizyapmizmi? Bola bo'lib deb o'ylab ko'ringchi. Bitta paypoq. Shu paypoq tufayli jannati bo'lib ketishimiz mumkin. Shu paypoq tufayli do'zax harom bo'lishi mumkin. Lekin qilalyapmizmi? Shuni umid qiluvdi deysizmi? Ota kim? Ota bu o'zi yemaydiganda, bolalar katta bo'lganda shashlik xonaga kirib ikkita shashlikni ota yeb olmaydi. Nimaga desa, bolalari ko'ziga ko'rinadi. Vijdoni qiynaladi. Bolalarning rizqini yeb qo'y. Endi ichsa-ku, bunga farqi yo'q. Shisha bo'lsa bo'ldi. Tomog'ini xo'llab olsa bo'ldi. Bolani ham o'ylamaydi. Lekin ichmaydigan odamchi, de shashlik yeyatib, bolalarim rizqini yeb qo'ymayapmanmikan? Ko'zini oldimda bolalar o'tadi, katta kichik bo'lib o'tadi. Nima deydi? Ke deydi, shu ikkita shashlikni puliga deydi, 4 ta uyga non ko'tarib kiray deydi, maza qilib bolalar bilan yeyman deydi. Shu ota qaridi, shu ota katta bo'ldi, ko'zidan nur, belidan quvvat, oyog'idan mador ketdi-yu, o'sha yoshlikda bolalarni o'ylab yemaganini biz bola bo'lib yediralyapmizmi? O'tgan yakshanba bilan bu yakshanbaning orasida kim dadasiga hech bo'lmasa bitta shashlik yediraldi? Bitta shashlik. Dada, ha o'g'lim, yuring, maza qilib salqinlab soyda bo'yida shashlik yeb kelamiz. Bechora ikkita ham yemaydi. Xubamni vormaydi, men shunga nima qilaman? Xubamni vormaydi. Nimaga? Peshana teri qilib topayotgan pulini, qiynalib topayotgan pulini menga ishlatib qo'ymasin dedi. Qo'y o'g'lim, davlating oshib ketadi dedi bechora. Qo'y o'g'lim, u kelinga, o'g'il qizga yedir. Men yeb nima bo'ldim dedi bechora. Yo'q dada, yuring. Bir maza qilib gaplashaylik. Dadamsiz-ku. Tartlashaylik, yuring deb oborib bitta shashlikni yediraylikchi. Jicha bir ko'ngillarini olib, bir shirin so'zni gapirib qo'yaylikchi. Xursand bo'lmasmikin? Gapirmagan odamni qolmaydi. Qarang, shuncha shashlik yebman-u, o'g'lim olib berganda maza qilmagandim deydi. Shuncha odam bilan shashlik yebman-u, o'g'lim bilan boshqacha bo'lar ekan deydi. O'rtoqlarga maqtanadi. Aka-ukalariga maqtanadi. Onamiz oldiga kelganda-chi, bechora yig'laydi-da. Bitta shashlikga qarang. Bormi dadasi bilan maza qilib o'tirgan. G'animat, ertaga topolmaydi, o'lib qolsinchi. Topolmaydi. Lekin shashlik topiladi, o'rtoq topiladi, ulfat topiladi, lekin ota topilmaydi-da. Ota kim desa, o'zi kiyim kiydirgan deyapmiz. Qarang, o'zi kiyim kiydirgan. Mana hozir qanaqa takkillab kiyinilyapti, qarang. Qirrini-qirriga, rangini-rangiga, modasini-modasiga, nomini-nomiga qilib kiyinyapmizmi? Dadamiz ham xuddi shunaqa kiyinganda. Bolalar katta bo'lganda-chi, bo'laveradi. Ayamiz aytadi, dadasi, birorta yaxshi ko'ylak olib oling, quda andalik bo'lib qoldingiz. Kim kiyov qiladi deydi bechora. Bo'laveradi deydi. Dadasi desa, bechora uydagi ko'ylaklarni ko'rib, mana ko'ylaklar deydi. Kim kiyov qiladi? Kiyov bo'lsa kiyadimi?
Vijdoni qiynalyapti. Nimaga vijdoni qiynalyapti? Bolalarim, qizlarim katta bo'lib qolganda men bu qimmat ko'ylakni kiyib olishim, bolalarimning rizqini kiyib qo'ygan yuraveradi. O'g'illardan qolganda kiyadi. 3 yil, 4 yillik ustuvashni kiyadi. Bitta katta bir 250 ta, 200 ta jamoatda turib, birorta bir bola bormi? Hozir otasini shunday kiygan ko'ylagini kiyib marosimga yoki majlisga boraladimi desam, hamma pastga qarayapti. Ha, o'sha ota sizni bizni otamiz bo'lib turib kiyapti-yu, biz uyatmaymizmi? Sizni bizni uyattirmagan-ku bechora. Bozorma bozor, do'konma do'kon, sayyorama sayyora aylantirib yurib olib bergan. Olib berganda ham hech o'ylaganmisiz? Menga olib beryapti-yu, puli yetarmikin deb o'ylaganmisiz? Yo'q. Ota bu olib beradi degan. U bitta bizni kiyintirmagan, akamizni, ukamizni, opamizni, sinimizni kiyintirgan bitta joniga. Endi u bechora qariganda-chi, yaxshi ham pensiyasi bor-da bechorani. O'lguncha o'zini ustoshini o'zi qiladi. Kapanini ham o'zi qilsa nima deysiz? Bola bo'lib oxirgi qabrga kiradigan, bola bo'lib Allohning huzuriga boradigan kapanini qilib beralyapmizmi? 1000 so'm, 2000 so'm qilib kapanini qilib, sovuniydi, angishoniydi, ipiydi qilib, hatto yo'g'ichini pulini ham orasiga tiqib, o'lim tigim deb tugib toshchaga qo'yib, qo'ni qo'shnini orasida alhamdulillah desa, tinchlikmi desa, o'lim tigim to'liq bo'ldi desa, erta emasmi desa, tasbih aytib turadi deyapti. U xotirjam bo'lyapti. Nimaga? Bolalarim shuncha bo'lib turib, bir marta boshayoq hali xalpana deydi. Qo'y so'yib bo'lsa ham yo xalpana bo'lsa ham deb olib bermagan bu bolalar ertaga o'lsam kapanim ham sansala bo'lib, qo'ni qo'shnini orasida o'ligim sarg'aymasin deb bechora kapanini qilib qo'ysa, biz ko'chaga chiqib maqtanyapmiz. Nimamish? Otamni qarang, otamni kapaniga cho'r qilib qo'ygan. Ha, bir qator bosh oyoq ustuvosh qilib bermagan bolani otasi iloji yo'q qiladi-da. Yo bola bo'lib hech kiygizganmisiz? Endi qarangki, otamiz jinni emas, otamiz ko'rmas. Nimaga? Ha, bolamiz bozorga olib borib, chiroyli qilib kiyintirib, rangini rangiga, modasiga qilib, shortiga, krasovkaga, basanoshkaga, futbolkaga qilib, shapkachani boshiga qo'yib, yetalab kelsak, otamiz ko'rmaydi deysizmi? Maqtanamiz, dada qarang nevarangizni. Ne qarab turib nima deydi ichida bilasizmi? Ha, bolam, didingiz bor ekan. Bola bo'lib biror marta bosh oyoq ustivosh qilib bermagan bolasiga qilar ekan-da deydi. Endi biz bolamizdan nimani kutyapmiz? Otamizga qilmaganda bolamizdan kutalamizmi? Qilmish, qidirmish qaytar dunyo deydi. Dada bechora eski shippayda sudrab yurib o'lib ketdi-yu, u kishi o'g'ildan nimani umid qilyaptilar? Dada bechoraga bir o'g'il bitta eski velosiped ham olib bergan yo'q-u, o'g'ilni boshini silab, yelkasini silab, quchoqlariga o'tkazib olib, niyat qilyaptilar. Hali bu katta bo'lsin, men pensiyaga chiqay, 63 ga kiray, tug'ilgan kunimda eshik tagida bitta Cobalt yo bitta Gentran tepasiga bunday lentani qilib, gul qilib, didit deydi. Bunday chiqsam nomer qo'yadigan joyda Otajon degan yozuv bo'ladi dedilar-ku. O'zlari dadalarga eski nima ham olib bermaganlar, velosiped ham. Ha, olib beradi. Ha, olib beryaptimi? Xudo ko'rmaydi deysizmi? Nima qilsak xuddi o'shani Xudo qaytaradi. Nima qilsak? Nima qilishimizdan qat'iy nazar qaytaradi. Ko'chada bormi? Yolg'izlikda bormi? O'spirinlik bormi? Nima ish qilgan bo'lsak, farzandimizdan kutib olaylik. Chunki biz otamizga qildikmi, farzandimizdan ham albatta shu narsa qaytadi. Shu gapni gapirsam, bir o'rtog'im bor, qadrdon. Shu o'rtog'im aytadi. O'rtoq deydi, otam hayot, onam hayot, xotinim bor. O'g'lim 17 ga kirdi-yu, dada osh qilyapmiz dedi, pul berdim. Pulni berib, o'g'lim ertaroq kelaver. Opoqim buvellar bor, ilhaq bo'lishadi. Xo'p dada dedi. 11 bo'lyapti ham yo'q dedi. Eshikka chiqyapman, uyga kiryapman, eshikka chiqyapman, uyga kiryapman. Oxiri u ham xotirjam qilmasdan hovlidan ko'chaga, ko'chadan hovliga, hovlidan ko'chaga, u ham xotirjam qilmasdan
eshigimizda edi, stolba bor edi, stolbada pasi o'tiribman-da dedi. Qani kelarmi? Yo'q, kelmadi. Uyga kirib, svetlarni o'chirib, ayvonda o'tiribman, jog'imga qo'limni qo'yib olganman dedi. Bir mahal 12 bo'ldi-yu dedi, eshigi ochildi-yu, patinkasini shunday ikkita barmog'ida ko'tarib, emgalab yotadigan uyga kirib ketyapti-da dedi. Shunday svetni yoqib, "Voy, nomard" desam, dadam ham ag'damdek yoqib turib, "So'kma bolamni" deyaptilar dedi. Yoshligingni esla o'g'lim, qaytar dunyo deganlari shu dedilarki deydi, qana qilib yugurib borib qolganimni bilmayman deydi. Patinka ham, tapichka ham hech narsa kiymasdan yalang'oyoq boribman deydi. Bilmayman, yo emgalab bordim, yo yugurib bordim, bilmayman. Dadamning oyoqlarini ushlab dod deb yig'lasam, "Ha o'g'lim" deb boshimni silab yig'layaptilar. "Nima yig'layapsiz? Nima yig'layapsiz o'g'lim?" dedilar. Dada, bitta bani qilgan shu qilig'imni men o'zim ko'tara olmadim farzandimdan. Qolgan qiliqlarimni bolamdan qaysa nima qilaman? Jon dada, meni kechiring deb oyoqlarini ushlab yig'ladim deydi. Chunki qiliqlar ko'p-ku. Dada bilmaydi deysizmi? Oshga ketyapman deb ketilgan paytlarchi palyotni yoqib olib, kelganda rangimiz o'zgarganini bilmaysiz. Qip-qizil, qonlar bir nima bo'lib, suvashib ketgan, tap-tiniq bo'lib qonlar yuvilib kelsa, aytadi, "Ha o'g'lim, shoshilib qo'yibsiz. Jicha sabr qilsangiz uylab qo'yardim-ku." degan gaplarni endi vaqti soati yetib o'g'lidan qaytishini o'ylaysizmi? Shuning uchun kim otasiga nima qilgan bo'lsa, kutib olsin, farzandidan albatta o'sha narsa qaytadi. Kim yaxshilik qilgan bo'lsa, yaxshilikni ko'radi, kim yomonlik qilgan bo'lsa, yomonlikni ko'radi. Ko'taralasizmi?